Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu ni Yamanga elchi qilib jo'natayotgan vaqtlarida aytdilar. Ya Muaz dedilar, ey Muaz dedilar. Ittaqi da'vatal mazlum dedilar. Mazlumni haqqidan Allohdan qo'rqin dedilar. Fa innahu laysa baynahu va baynallohi hijab. Chunki u bilan mazlum bilan Allohning o'rtasida biror bir to'siq parda yo'q dedilar. Bu qaqqa ham borardi, hech kimi yo'q, tanishi bilishi yo'q buni. Tanka mankasi yo'q buni. Qaqqa borardi bu demang, uni Robbisi bor. Payg'ambar alayhisalom shuni aytayaptilar. Zulm ko'rgan kishini duosidan ehtiyot bo'lgin, chunki u bilan Allohning o'rtasida to'siq parda yo'q dedilar. Boshqa bir hadisda ittaqu da'vatal mazlum va in kana kafiron dedilar. Kofir bo'lsa ham mazlum bo'lgan odamni haqqidan qo'rqin dedilar. Duosidan qo'rqin dedilar. Bu nima degani desa, bu musulmon emas ekan, dinsiz odam ekan, Xudoga ishonmas ekan deb turib, uni haqqini ham botil qilinmas ekan. Nega? Sababi o'sha odam zulm o'tib ketganidan keyin agarchi u Xudoga ishonmaydigan odam bo'lsa ham, ey bor Xudoyo deydi. Ey bor Xudoyo deydi. Sen haqiqatda bor bo'lsang, haqiqatda meni ko'rib turgan bo'lsang, bu meni haqqimni poymol qilyapti, menga kuch ishlatyapti. O'zingni huzuringdan bunga ataganing bo'lsa, bergin shuni bir ko'raylik ahvolini, oyog'ini osmondan qilgin desa, o'sha duolar albatta yetib boradi.